Assalomu alaykum hammaga. Telefonimning zaryadkasi yo'q bo'lgani uchun boshimdan ko'rsata olmadim. Azangi nonushtaga sosiskali blinchik. Sutli choy bilan. Bismillah. Çayımızga paketçeli qarachalardan salaman. Yarım litre sütke, yarım litre ham chiqdi, где-то 250 gram sütke, bu qarachalardan 4 pachka salaman. Buklanıp oldu. Bunu şimdi aralaştırıp durmasa içine onları çöküp su üstüne çıkıp kalışı mümkün. Bunu hemen bıraktık olayım. Ve adam kızarıp pişkenlerken bunu alamaz. Yırtılıp gitti. Sessiz sıkıp gitti. Şimdi çok aralaştırıp Hammada birinchi, ikkinchi nelerimiz o'xshamay chiqadi. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz. Sababi son ikkinchidan keyin chiroyli bo'lib chiqishni boshlaydi. Yirtilmay, yaxshi teshikchalari bor bo'lib chiqib boshlaydi. Sababi hamma narsani solib aralashtirib suyuq xamir holatiga keltirgandan keyin 10 minut 15 minut damga qo'ysangiz chiroyli bo'lib chiqishni boshlaydi. Birinchi yemisam bu deganda oddiy misol, bu hayotdan ham bunday olib qaraganda hayot nega taqqizlasadan bo'ladi. Misol uchun toza kelinchagam uyga uyranishib, kelin bo'lib tushgan yerida uyranishib ketib netib boshlagandan keyin chiroyli hayot kechirishni boshlaydi. Xuddi shu deganday bu narsalarimiz ham shunday bir-birini uyranib, bir-birini aralashib ketishi uchun vaqt kerak. 5 minut, 10 minut damga qo'ysak birinchisidan chiroyli bo'lib boshlaydi. Shunday ketma-ketlikda hammasini bir pishirib olamiz. Bozulup gitti. Ko'p sovarganim uchun sallisini oldim.
Tamam, kichkina donga 3 yumush ko'plik etadi.